Odamlar sochiq xarid qilib turganda asosan nimaga e'tibor berishadi? Narxmi, sifatmi yoki chiroymi? Hozir buni ko'chadan so'rovnoma o'tkazib, birgalikda bilib olamiz. Uydagi sochiqlarni qancha vaqtda yangilash kerak deb hisoblaysizlar? Har kuni, menimcha har kuni yangilash. Holatiga qarab, har kuni. Ayolni sarishtaligiga bog'liq. Uzog'i 3 oy, Uzog'i 3 oy, yarim yilda. Bilmadim. Sochiq xarid qilib turganda asosan nimaga e'tibor qaratasiz? Suvni shimishiga Suvni shimishiga. hamda tabiiy mahsulotdan bo'lganligi. Suv olishiga, sifatiga, Dog' olmasligiga sochiqlarni. endi holatiga qarab. Suv shimiydimi, shimimaydi. Endi xabaligiga deymiz o'zi Aha, bizda. xabaliga. O'rtacha necha pullik sochiq ishlatish norma deb hisoblaysiz? Sharoitingizga qarab. Sharoitingizga qarab, Bilmadim. Cho'ntagiga qarab ishlatadi. cho'ntagiga qarab. 50 ming, 60 mingga yaxshi sochiqlar beryapti. 20 ming, 15 mingga. Aha. Lekin ularni qayta ishlatadigan sochiqlar bo'lsa, qanchalik qimmat bo'lsa ham inson sog'lig'i hamma narsadan muhim. Pul ahamiyatga ega emas. Aha. Eng asosiysi ko'rkam bo'lsin, chiroyli, yumshoq bo'lsin. Ko'rib turganlaringdek har kimni tanlovi har xil. Kimdir suvni shimishiga qaraydi, kimdir yumshoqligiga, kimdir uzoq ishlatishga. Loren Textile esa uni barchasiga yechim bor. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosishni esingizdan chiqarmang. Sizchi sochiq xarid qilib turgan nimaga e'tibor qaratasiz? Fikringizni kommentariyada qoldiring.